birorta ham ayol tupoy emas ekan. Bular o'zini prosta tupoylikka savolar ekan. Chunki ularni aqlliligini bilib qolishimiz kerak emas ekan. Biz ularning aqlliligini bilib qolsa, adasani bir joyga borib kelish kerak, bir narsa ish qilish kerak desa, o'zing qilib qo'ya qolamiz-da. Shundan qo'rqib ular o'zini jinnilikka soladi. Mana men MIPga borasan, o'tdan chiqib shunda pasportniga kirib o'tasan desangiz, qatta u. Shunda qizli uyini yonida-yu, qizli uyim qatta edi. Voy. Agar siz bitta hamta qiz bilan etbetda o'tirganingizni eshitib qolsin, tupkani tegida bo'lmaydimi? Lakatsasiz topib boradi. Ishoninglar. Prosta o'zini jinnilikka soladi, xolos. O'zini jinnilikka, tupoylikka solsa hech narsa emas ekan. O'zini aqlli qilib ko'rsatsa eng xavflisi o'sha ekan. Yaqinda ham Turkiyaga boradigan edik. Hamma chemadonlarni tayyorlab bo'lgandan keyin shunday chiqdi. Adasi sal esiz pastroq. Pasport bilan biletlarni menga bering, menda turib siz yo'qotib esingizdan chiqib qoladi dedi. Mana, pожалуйста deb berdim, aeroportga bordik, tumonat odam. Xotin qarab bo'pti, bizani registratsiyamiz qayerda bo'lar ekan, soat nechida bo'lar ekan, qara desam, hozir deb turib. Yanachi kameralar, monitorlar ham qarab qo'ydi, xuddi bu narsani tushunayotgandek. Bir 27 minut turdi. Unda xotinni basharasiga qarasam, u soat nechida uchishimiz emas, qaysi faslda uchishimizni ham topa olmayapti. Keyin men aytdim, xotin dedim, u pasportga yozilgan bo'lmaydi, biletni oldi. Shunisi